So'x tumanida tashkil etilgan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikning ilk kunidayoq yuzdan ortiq aholi shifokorlar qabulida bo'ldi. So'xa professorlari ishtirokidagi bu tadbir olis hududlarda zamonaviy tibbiy xizmat qamrovini kengaytirishga qaratilgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz. Ilgari olis So'x aholisi uchun malakali shifokor ko'rigiga borish soatlab davom etadigan, tog'lar orasidagi mashaqqatli yo'lni anglatardi. Bugun esa masofalar tibbiyotning insonga yaqinlashgani hisobiga qisqarmoqda. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti klinikasi shifokorlarining So'x tumani poliklinikasida tashkil etgan bepul chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rigi buning amaliy isboti bo'ldi. Bugun sohadagi islohotlar, kasallikni barvaqt oldini olishga qaratilgan harakatlar shunchaki hisobotlardagi quruq raqamlar emas. Bu har bir so'xlik o'z hayotida, o'z salomatligida his qilayotgan real g'amxo'rlikdir. 20 ta vrach bo'lib kelganmiz. Bunda akusher ginekologlar, xirurglar, gastroenterologlar, endokrinolog, nevrolog, urolog, hamma mutaxassislar, pordoradagi mutaxassislar kelgan bu o'tga. Asosiy maqsadimiz shu aholini yanada ham tibbiyotga shu yaqinlashtirish, shu uzoq bo'lgan viloyat markazi yoki respublika markazlariga zarur bo'lgan holatlarni shu yerda oldini olib, imkoniyat darajada agar bu yerda qanaqadir konservativ yordam yoki qanaqadir operativ yordam kerak bo'lsa, mana biz akusher ginekologlar, xirurglar yordami bilan shu jarrohli operatsiyalarmi yoki qanaqadir zamonaviy davolash usullarimi shu masalada shu yerda hozir konsilium qilib ularga yordam berib turibmiz. Tumanda boshlangan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikning birinchi kunida 100 nafardan ziyod bemor, malakali shifokorlar va tibbiyot professorlari qabulida bo'ldi. Ko'rik yakunlariga ko'ra shifokorlar bir qator bemorlarga ambulator maslahatlar berdi. Shifoxona sharoitida davolanishga muhtoj bo'lganlarga esa viloyat markazidagi tibbiyot muassasalariga yo'llanmalar ajratildi. Agar zarur bo'lsa, o'zimiz maslahatlarimizni berib, shu joyida So'x tumanining shu shifoxonasida zarur bo'lsa, viloyatga jo'natib bog'lab beryapmiz ularni. Agar respublika darajadagi muammolar topayotgan bo'lsak, ularni respublikadagi mutaxassislar bilan bog'lanib, ularga yo'naltiryapmiz. So'x tumanida tashkil etilgan tibbiy ko'rik mahalliy aholi uchun qulaylik yaratdi. Shifokorlar ko'rigidan o'tgan bemorlar hududda tibbiy xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanganini ta'kidlashdi. Sifatli va zamonaviy tibbiyot chindan ham eng chekka hududlarga ham kirib keldi. Ilgari bunday ko'rikdan o'tish uchun uzoq yo'l bosishga to'g'ri kelardi. Hozir esa shifokorlarning o'zlari qishlog'imizga kelishmoqda, deydi tibbiy ko'rikka kelgan bemorlardan biri. Uzoqimizni yaqin qilib, viloyatdan bir guruh shifokorlar keldi. Bepul tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Rahmat shifokorlarga, minnatdormiz. Mazkur tadbir olis tumanlarda tibbiy xizmat ko'rsatish ko'lamini kengaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarning bir qismidir. Ko'rikdan o'tgan fuqarolar tibbiyot tizimidagi yangilanishlar ularning kundalik hayotida qulayliklar yaratayotganini ta'kidlamoqda. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, So'x tumanidan maxsus.